Salom do'stlar, sizlar bilan Kinometro va bugun men sizlarga Uyatsiz deb nomlangan film haqida gapirib beraman. Przecież mówiłam, że będę twoją Я же żoną. сказала, буду твоей женой. Film boshida Tadek ismli yosh yigit nazoratchidan yashirinib poyezddan sakraydi. Uni tasodifan mashinadan tushgan Irmina ismli qiz ko'radi. Bu yigit anchadan beri ko'rmayotgan opasining uyiga yo'l oladi. Uning opasi ukasidan uyalmasdan yarim yalang'och turadi va ukasini kirishga taklif qiladi. U ukasidan sovuqqonlik bilan sovg'ani qabul qiladi. Anka uning ukasi butunlay o'sganini payqaydi. Ukasi bilan xayrlashayotganda esa uni yaxshi ko'rishini aytadi. Tadek derazadan qaraganda opasi Andrey ismli bir yigit bilan mashinaga o'tirib birga ketishadi. U xona qulflanganligini ko'radi. Teshikka qarab u yerda qutilar saqlanganligini ko'radi. Keyin u opasining xonasida kichik o'zgartirishlar kiritadi va mamnun stulga o'tiradi. Kechqurun Anka Andrey bilan qaytib keladi. Quvnoq juftliklar xonaga kirib kelishadi va opa ukasini oshxonaga haydaydi. Tadek bundan g'azablanadi, lekin hech narsa qila olmaydi. Ertalab u oshxonadagi shovqindan uyg'onadi, lekin o'zini uxlab yotganga soladi. Shunda Andrey kelib uning kravatiga o'tiradi va uning opasi Ankaga nisbatan g'amxo'rlik qilmasligi va hurmat qilmasligini bilganligini aytadi. Lekin Andrey ular bir oila bo'lgani uchun tezda til topib ketishiga ishonadi. Ular nonushta qilishayotganda opasi Tadekdan qancha vaqt bu yerda qolishini so'raydi. Opasi Tadekni butun yozgi kanikulda unikida qolmasligiga umid qiladi. Tadek opasini ayblaydi, chunki uni iloji boricha ota-onasidan uzoqlashtirgan opasi edi. Suhbatni tugatish uchun u o'zining yangi sevgilisi bilan jiddiy rejalarini aytib, u bilan baxtli ekanligini aytadi. Tadek ko'chada yurganida qizlar bilan uchrashib qoladi va ular orasida Irminani ko'radi. Biroq u unga e'tibor bermaydi, ammo u ketgach qiz aytadi, u bir kun uning eri bo'lishini. Irmina uyga ketayotgan paytida kiyimini almashtirib oladi, chunki u lo'li mahallada turar edi. Uyga kelganida esa Angliyadan mehmonlar kelganini ko'radi. Kutilmagan paytda banditlar kelib, mehmonlarning mashinasini sindirishni boshlaydi. Shu paytda likillagan Anka yangi olgan ko'ylagini kiyib, ukasiga ko'z-ko'z qiladi. Mashhurdagi qattiq qo'shilgandek, bu yerda Tadek ham tretelishniya edi. Tadek yoshligidagi oilaviy rasmlarini tomosha qilib yotadi, lekin uning ko'proq e'tibori opasining rasmiga tushadi. Ertalab ko'zini ochganida u ikki yigitning xonasini tozalayotganini ko'radi. Andrey va nihoyat uydan chiqib ketadi. Uning xonasi va nihoyat bo'sh bo'ldi, chunki opasi shunday qarorga kelgan edi. Andrey uning xonasini egallamasligi kerakligini aytadi va yigitni o'zi uchun qadrli bo'lgan hamma narsa uchun kurashishga undaydi. Futboldan so'ng Tadekning eski do'sti Andrey haqida gapiradi. Internetda ma'lum bo'lishicha, opasining yangi yigiti hamma joyda aloqalarga ega. U hatto Yevropa ittifoqidan yangi stadion qurish uchun pul ham olgan. Shuningdek, u turmush qurgan va 2 farzandi bor. Tadek opasiga tushuntirishga harakat qiladi. Andrey yolg'onchi ekanligini aytadi. U hozirgi xotinidan ajralmasdan ham Anka bilan turmush qurishni va'da qilgan edi. G'azablangan opa Tadekning xolasiga qo'ng'iroq qilganligini va unga uylanganligini va imtihonlardan o'ta olmaganligini bilishini aytadi. Anka ukasiga uydan narsalarni yig'ishtirib chiqib ketishini talab qiladi. Tadekning ham jahli chiqib opasiga baqirganda, opasi Tadekning to'shagidan o'z penuarini olib, "Bu kimniki? Iblos!" deydi. Ayni paytda ularni eshik qo'ng'irog'i chalg'itadi. Bir erkak hisoblagichni tekshiradi va qizga oxirgi ogohlantirishni beradi, chunki ular hali kommunalka uchun pul to'lashmagan edi. Anka ukasining narsalarini yig'ishtirishni tomosha qiladi va o'zini aybdordek his qiladi. Uni o'tmishda begonalar qarmog'iga bermaslik kerak edi deb o'ylaydi. Shundan so'ng ular quchoqlashadi va yig'laydilar. Tadek yana bozorda Irmina bilan uchrashadi va uni kelajagini ko'rib berishini so'raydi. Irmina bo'lsa hamma narsa rejaga muvofiq emasligini aytadi, ammo u tez orada uning xotini bo'lishini eslashni unutmaydi. Tadek uyga kelganida Andrey qandaydir blondinka bilan qoragasam o'ynayotgan edi va shu zahotiyoq u eshikni yopib ko'chaga chiqib ketadi. Tadek ko'chaga chiqib Andreyni sharmanda qilayotgan paytida uning opasi kelib qoladi. Anka Andreyni uydan haydab yuboradi. Kechasi Ankaning ukasi kelib uning yonida yotadi va uning sochlarini silab xonasiga qaytishini aytadi. Ertasi kuni Tadek Andreyning qolgan narsalarini do'stlarining bazasiga olib keladi. U opasining yigitini yutganidan juda ham mag'rurlanadi. Uydagi elektr energiyasi to'lanmaganligi sababli o'chirilgan. Tadek bor pulini beradi va bundan-da ko'proq pul berishni va'da qiladi.
Opasi ishdan kelib kiyinayotganida esa ukasi uni kuzatib turganini sezib qoladi. Ertasi kuni yigitcha Erminaning mahallasiga ketayotganda mahallaning bolalari uni qurshab oladi. Bolakayning baxtiga Ermina kelib uni qutqarib qoladi. Qizaloq unga soqol qilish planini tushuntiradi. Tunda Tadek skladga tushib eng qimmatbaho gilamni o'g'irlaydi. Ertasi kuni Ermina o'g'rivachchaga gilamni sotish uchun yordam beradi. Biroq Tadekka ushbu pul yetmas edi. Ermina 1 soatda qaytishini aytib uyiga ketadi. Qizaloq onasiga yordamlashib mehmonlarga qarayotganda mehmonlardan biri unga xushomad qiladi. Ular lo'lidan qanday doktor chiqadi deb Erminaning ustidan kuladi va Ermina yig'lab onasidan xafa bo'ladi, chunki onasi uni himoya qilmagan edi. Qizaloq yashirib qo'ygan pullarini olib Tadekning oldiga yo'l oladi. Pullarni olgan Tadek har doim poddeshkadaman jigarim deb Erminani kiydirib ketadi. Svetga to'lagan Tadek narigi potezdan o'z uyiga qarab, Svet kelganini ko'rib jilmayadi. Befarosat bolakay yugurib kelib, cho'milayotgan opasiga marojniy yedirmoqchi bo'ladi. To'satdan Ermina kelib tushkunlikda Tadek bilan gaplashmoqchi bo'ladi. Ammo Tadek hozirda bandligini aytib Erminani chopadi. Svetni yoqqan Tadek giroylanib opasining oldiga tushib oladi. Shunda opasi unga "Chiq bu yerdan mol" degan payti u chiqmagani sababli uning o'zi bandadan chiqib ketadi. Qulay olmagan Anka ukasining oldiga keladi va unga yengil teginadi. Shunda Tadek ortiq uning ukasi bo'lishni xohlamasligini aytadi, garchi uning gaplari noto'g'ri bo'lsa ham. Yigitcha opasiga nisbatan barcha his-tuyg'ularini tan olib va nihoyat o'zi xohlagan narsasini oladi. Ertasi kuni baxtli Tadek savdo markazida aylanib yurgan paytida Anka xohlagan ko'ylakni sotib olayotgan Andreyni ko'rib qoladi. Andrey Tadekning opasidan kechirim so'ramoqchiligini tushunib, Tadek darhol uyga yuguradi. Andrey kelganda esa uyda hech kim yo'qligiga Andreyni ishontirib, uni orqasiga qaytarib yuboradi. Shundan so'ng Tadek opasi va o'zi uchun kinoga 2 ta chipta sotib oladi. Shunda bolakay yoki seni yoki o'zimni o'ldiraman deb tahdid qiladi. Biroz vaqt o'tgach, Anka va Andrey yangi stadionning ochilishiga qatnashadilar. Kechki payt esa Anka unga xushomad qilayotgan katta amaldor bilan raqsga tushadi. Qiz bu haqida Andreyga aytadi, lekin u yaqin orada bu odam vazir bo'lishini aytadi. Qizning jahli chiqib, hojatxonaga ketadi. Andrey ham qizning ketidan borib, bu amaldor bilan mehmonxonaga borishini aytadi. Ammo qiz buni rad etganda Andrey uning sochlarini tortib, boshqa iloji yo'qligini aytadi. Ammo shundan keyin ham u amaldor qiz bilan birga ketmaganligini ko'radi. Qiz bu amaldorni taksidan tushirib yuboradi va o'z uyiga ketadi. Ukasi bularning barchasini ko'rib, opasini yupatish uchun uyiga yuguradi. Ammo opasi eshikni yopib qo'yadi. Yaqin orada to'y bo'layotgan edi. Ermina o'sha angliyaliklarning biriga turmushga chiqayotgan edi. Undan tashqari butun oila xursand edi. O'yin-kulgi ayni avjida. Bir nechta yigit to'yni buzish maqsadida atrofga qandaydir narsalarni otib yondiradi. Tadek poyezd yo'lda ketayotsa, to'yni buzganlarning birini ko'rib unga tashlanib ketadi. Shundan so'ng yigitcha Ermina bilan ko'proq vaqt o'tkazgan joyga boradi. Birozdan so'ng Ermina paydo bo'lib, Tadek unga kerakli paytda uni e'tiborsiz qoldirgani uchun ayblaydi. Keyin qiz Tadekka birinchi va oxirgi bo'sasini berib, u yerdan daf bo'ladi. Ertasi kuni bolakay uyga qaytadi va film opasi bilan birga muzqaymoq yeyishi bilan tugaydi. Shunaqa ham bema'ni kino bo'ladimi? Undan ko'ra oqshom ertaklarini ko'rib uxlaganim yaxshiroq edi. Sharh yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.